Kan besimi hayatımızı sel qaraydigan bir xil kasalligimiz. Bu endi gay odamlarga birlamchiligini ota-onalardan irsiyat qilgan kasallik. Mayli diabet kasali olsun va yoki bedanda qanday bir kasal olsun, gaylar yurak qon tomir kasalliklariga qaratildi. Demek adam bedeninde ko'rilganmish kasalliklarning birlamchiligini har qanday ota-onadan irsiyat qilgan kasallik ad bo'ladi. İkilemçi degan o'zimizning turmush odatlarining normalsizligi, o'zimizni aymaslik, bu shu sabablardan bo'lgan kasalliklarni ikkilamchi deb ataydi. Shu qarindoshlar, tasadduqmi shu qon besimi bo'lib qolgan odam, shu qon besimining doğrusini onu bəsəm saqıysiz, bunu bəsəm saqıysiz, məndən bunu alsanız saqıysiz deganlarning hammasi quruq gap. Çoxum doktorunun gapini anlashingiz kerak qarindishim. Doktor maşını bir ömür yeyse dese çokum ay doktorunun gapini anlang. Ep qaçtı gaplarga işinip özünüzden cennet doğu tikman qarindishim. Şuna bu adamlar hem de pul üçün hemmeni qıldıgan bo'lib ketdi. Şuna amal olsa onu insan saqıysa, o saqıysa emas, berip atkan her qanda doğru oldun elişten fakat. Çandağızma? Meyli şiidur olsun, meyli tibabetinin joyi doğrular olsun, her qanda oldun eliş. Bedeniz üsmü kesellik olsa saqıydı. Kesip elevetse belki saqıya. Lekin işki yallıqlarına hiç qandağı doğru yiyiş bilen saqaymaydı. Fakat saqıydı dikkat qılmasak, yanı qozguludu kesellik. Hem bu kesellik qozgalmışsız bilen bizim iş qılımız hem de. Şunu asraç bilen, pul tepiş bilen, ömrünü ayda ötküzümüz hem de. Hemen şalıqı bir naqşlar var o. Bu ömrünün nime kızığı oxşaş bolsa baskan kademler deydigan. Demek hem de o işlağımı ayda özümüz teselli verip, özümüzge hoşallık tepip ütedigan bir dünya bu. Şun var men kesellik kaldım emas, mende hiç qanday kesel yok deydigan haletini şekillendirip, ko'nglimizni to'q tutib, özümüzni azad qo'yib etsek, balkim shu keselmi bizdan qich ketishi mumkin. O kesel var, bu kesel var, g'amni kallı solib oldiqlam, keselning hammasi bedanga, hammasi chirmab ketishi mumkin. Bayatın doyandı bir görünüşü gördüm. Özümü kilip gittim adık görüp. Bir tamak toşuğu bilen bir pijo toşuğan şoför ikisi ma'lum sebeplerden sokuşup gitti. Maşını örülüp gitipti. Şunu ola şu tamak toşuğu için sebep buluş mümkün. Şunu ola pijo, bir maşını pijo tökülüp ekavatıda. İkisi oturup, hoşallık külüşüp oturup pijo içi batıdı. Demek hem de şunun içinde hoşallık tepip adamlar açtı. Şunu alıkı kichigina yo'q ishlar o'zimizni chechib andoq mandoq desak bo'lmaydi. Shunaqaki shu qon besim bo'lib qolgan odam birisi qabulab ketishdan ehtiyot qilish kerak. Yana birisi ziyoda qo'shilib ketishdan ehtiyot qilish kerak. Shu qarindoshlar cho'qim qon besimning to'g'risini bir umr yeyish kerak. Esinglarda bo'lsin. Yeydigan dorilarni to'xtab qo'yish bo'lmaydi. Chunki jigar börek ziyon qilsa, jigar börekka şuna payda qilgandek dori-darmeklarni yeyish orqali o'zimizni aydab kutib turmasak bo'lmaydi. Tasoddifiy oilada hamda chingsayni qaynatib suyini ichib bersak va yoki chingsayni shu meva siqish mashinada siqib cho'ngroqni ashuni etiganda 30 gram kechdi 30 gram ashi ichib bersakmi qon besimini tushirish roli bor, biroq gaydimni oshqozonga ziyon qiladi, börek ziyon qiladi. Börekning tabiiyati yul sovuq a'zo, lekin sovuqni xohlamaydi. Esinglarda bo'lsin. Şunu tasodifiymi shu qavziyat bo'lib, qon besim bo'lib qolgan odam qavziyat bo'lib qolishdan saqlanish kerak. Qavziyatning doğrusu bilan qon besimining doğrusini cho'qim bir yerda qo'yish kerak. Gay odamlarning qon besimi, ig'ir odamlarning hojatxonadan shu o'brinidan chiqmay tugib ketishining sabablari shu. Shu bir odam kayfiyatini turarli tutish kerak, pishad yo'lini berish kerak. Tasodifiy ayda bir avval bo'lib qolsa bizda endi qon tomirlarini rivojlantiradigan qon besimi shu haliqi bo'lsa endi qaysi kun bir resim deb bergan, shu balki esingda bordi. Keyin qism deb beraman, yana bir resim, yaxshiroq resim. Tasodifiy ashuni qarta qon tomir rivojlantiradigan esil bir masad bor. Agar qavziyat bo'lib qolsa, ota shunday qilib turdi. Uni iste'mol qilib bersang, yaxshi unumini ko'rsatadi. Bu qon besim bo'lgan odamda yurak kasal degandek bir Egeşi kan tomir to'sish degandek egeshim kasalliklar bo'lishi mumkin. Shularga ham oliy muparvarishim bor, ashuni ikkisini birga qilib iste'mol qilib bersak, yaxshi unumini ko'rsatib kelayotgan esil bir masala. Tasodifiy sog'lomlik bilimlari kerak bo'lsa, meni qaytib edish orqali so'rab foydalangaysizlar. Ündarım 18.977 66 170. Ben Hoca Abdullah.